Nişimizin devamı hürmetlik vatandaş bugünkü islağı 2022 yıl 5. ayının 23. günü vatandaşım. Enliktilik siyamındak, mavzumundak vatandaş, Amerika 13 devlet bir bulup teşkillengen, şimdi Tinç Okyanlık satı ramkisi IPEF'ni resmi ilan kıldı. Jungo hoş bolalmadı. Mavzulu haber 5. ayının 23. günü Amerika avazından Xitay Tili programımız ilan kılındı haber. Ondak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden hükümeti haftanın 1. günü yani 5. ayının 23. günü kishilar zariqib kutgan Jungoning ta'sir kuchi bilan qarshilashudi deb qaralgan endi Tinch okean iqtisodiy ramkasi IPEF'ning qurilganligini rasmiy e'lon qildi. Cemi 13 devlet bu iqtisod ramkasini qurg'uvchi devlet bulup qatoriga sanaldı. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Amerikaning bu Hind Tinch okeani strategiyasi mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Chidamaganda gap degan to'la vatandosh. Mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Haqiqatan shunday. Bu Wang Yi'ning deganini xato degili olmaydi. Nimishqa? Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasi hukumatini 2001 yili 12. ayda Dünya Savdo Teşkilatı'na gelip kirdi o. Endilikte Amerika siyasi yolları, Amerika Qo'shma Shtatlar cemiyeti nima dedi? Xato qilgan ekanmiz. Belki Wang Yi shuni ko'z tutishi kerak. Lekin bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari tajriba saboqqa ega bo'ldi Wang Yi apandi. Endi biz buni mag'lub bo'ladi demaymiz, g'albining boshlanishi. Masalan, Asiyada endi Tinch okean iqtisod ramkasini e'lon qilish bu g'albining boshlanishi deb aytamiz Wang Yi apandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden haftaning 1. günü yani 5. ayının 23. günü Tokyo'da endi Tinch okean iqtisod ramkasining qurilganligini e'lon qilib, 13 devlet Amerikaning qatoriga qo'shildi. Cümleden Avustralya, Brunei, Hindistan, Endonezya, Yaponiya, Koriya, Malaysia, Yeni Zellandiya, Filipin, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan ibaret 13 devlet Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida Tokyo'da, Yaponiya Tokyo'da endi Tinch okean iqtisod ramkasining qurilganligini e'lon qildi. Jo'naqay, anladingizmi? Aqsaray o'xshash vaqtda e'lon qilgan ahvol tushuntirishida mundaq ko'rsatdi. Endi Tinch okean iqtisod ramkasi Amerika bilan bu muhim rayonning munosabatlarini kuchaytirdi. Yani Amerika bilan Osiyo rayonining munosabatlarini kuchaytirdi. Sharq Janubiy Osiyo ellari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining munosabatini kuchaytirdi. Hatto Janubiy Osiyodagi Hindiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatini kuchaytirdi deganlikdir. Eng qudratli va eng adil texama qat'iyligiga iqtisod taraqqiyoti Amerika va Hind Tinch okean rayonidagi davlatlar va oilalarga, ishchilar va savdo sanoatchilarga baxt va boylik yaratdi. Hamda nihoyat aniq qoldi kelgusi bir necha 10 yil texnika taraqqiyotining va iqtisodiy taraqqiyotning manzarasini yaratdi. Endi Tinch okean iqtisod ramkasi 4 asosli qurilish jumladan o'zaro aloqada almashtiradigan iqtisod. Iqtisodning sijil taraqqiyoti, pokiz iqtisod va odil iqtisod. Adil munosabatlar bilan elib boradigan iqtisod faoliyati. Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari birlikda bu nishonni ishga oshirish
prinsiplerini öz içine aldı. Cumhuriyet'in Taşqı İşler Ministeri Wang Yi yakshanba kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın endi Tinch okeani strategik siyosati Osiyo Tinch okeani rayoni deydigan ismni o'chiribla qolmasdan Osiyo Tinch okeani rayonida unumlik, rayon xarakterlik ramkini o'chirib tashlaydi. Hamda bir necha 10 yillardan beri bu rayonda o'rtaq tirishchanlik ko'rsatib yaratgan tinchlik va taraqqiyot vaziyatini o'chirib tashlaydi. O ahirda mundaq dedi Cumhuriyet Tashqi ishlar ministri Wang Yi. Bundaq strategik siyosat ahiri mag'lub bo'ladi. Siz shundaq dedingiz Wang Yi, men deymanki bu strategik Osiyo siyosatining Amerika Qo'shma Shtatlarining bu siyosatining uzil kesil g'alaba qilishiga tilakdoshman.